O'zbek xalqining ma'naviy uyg'onish tarixida jadid bobolarimizning o'rni beqiyosdir. Jadid so'zi arabcha jadid so'zidan olingan bo'lib, yangi usul, yangi fikr, yangicha yo'l tushunchalarini bildiradi. Shu sababli ham jadidchilik harakati yangi ta'lim, yangi darsliklar, yangi fikrlash, zamonaviy dunyoqarash g'oyalariga asoslangan bo'lib, eski samarasiz o'qitish usullariga qarshi yangilik tarafdori bo'lgan. Bugungi kunda jadidlar merosi bizni bilimli, erkin fikrlaydigan, vatan taqdiriga befarq bo'lmagan avlod bo'lishga undaydi. Shuning uchun ham jadid bobolarimizning faoliyatini o'rganish juda muhimdir.